Yoz bersan, ben ko'chaga chiqdi deb och kamerani. Davay, och hammasini operatsionniygacha chiqasizlaring. Xususiy klinika bor aybni Kokoshning o'ziga yukladi. Chiqqanimni bara kameraga. Tuhmat qolsali ikkinchi kunlandi. Abbosxo'ja operatsiyagacha Kokoshning yonida bo'lib, og'ir kunlarda nega birdan g'oyib bo'lgani fosh bo'ldi. Nimaga bu gapirib chiqmayapti desak, bu klinikani ambasadori ekan-ku bu. O'shuncha g'irring demay o'tiribdi ekan. Soqqalarini sanab olgan ekanda bu Abbos akamiz. Janjal vaqtida Kokoshning onasi hushidan ketdi, biroq onaxonga klinikadagi shifokorlar qolib, ko'chadan tez yordam chaqirishga majbur bo'lishdi. Vrachlar qochib ketdi deydi. Yo'q, hech qanaqa. Vrachlar umuman yo'q. Odam yo'q. Hozir onalarning mazasi bo'lmay qoldi. Doktor chaqirdik. Hattoki bularda ekstremniy yordam yo'q, skoridan dorisini olishyapti. To'liq tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Bir donadan like bosib, video keng tarqalishi va boshqalar ham ogoh bo'lishi uchun hissangizni qo'shing. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Bloger Kokosh oshqozon kestirmagani, liposaksiya, ya'ni tanadagi ortiqcha yog'larni olib tashlatgani ma'lum bo'ldi. Operatsiyadan keyin uning qorin qismida nekroz hosil bo'lgach, yallig'lanish choklarning ajralishiga klinika Kokoshni aybdor sifatida ko'ryapti. Hozir men bitta video qo'yaman, iltimos hammanglar ahamiyatli bo'linglar. Hozir bu yerda bizga shunaqa ajoyib xat qilib berishdi. Boshqa narsalar bo'lyapti, boshqa narsaga aylanib ketdi. Yaxshilik bilan hal qilamiz degan narsani yomonlikka olishyapti. Bu klinikaga umuman kelmanglar. Sog'liqni saqlash vazirligi, prokuratura, davaychi aloqaga chiqinglar. Nima odam o'lib berish kerakmi? Shunchalik ham sog'liq sizlar uchun befarqmi? Biza yaxshilik bilan hal qilamiz degan holatda bu holat bo'lgani yo'q. Hozir 3 ta 4 ta jabrlanuvchi bor. Bu klinikadan jabr ko'rganlar hammasiga yozaman deb turibdi. Shunaqa tuhmatlar bilan yozishyapti. Yaxshilik bilan harakat qilib, hozir Turkiyadagi vrachlar bilan o'la berdi. Turkiyadagi vrachlar aytishdiki, bu narsani oddiy tikib qo'ysang dedi, onkologiyaga olib keladi. Buni dedi, biz 20 kun o'tamiz, srochno yuborgin Turkiyaga. Lecheniya qilib, keyin operatsiya qilamiz. Sizlar aytgan metodda qilinsa dedi, keyinchalik onkologiyaga olib keladi deb tushuntirishdi. Hozir 4 ta vrach gaplashdi konsulium qilib. Lekin bergan xatini hozir ko'ringlar, sizlarga qo'yaman. Kamerani ochman, 3-chi kun ko'chaga chiqqanman. Davay. Yoz bersan, ben ko'chaga chiqdi deb och kamerani. Davay, och hammasini operatsionniygacha chiqasizlaring. Tez. 3-chi kun ko'chaga chiqqanimni bara kameraga. Tuhmat qolsali ikkinchi kunlandi. Ammo men bor o'yinda Biroq palatadagi nazoratsizlik, istalgan shaxsning bemorning yoniga kirib chiqishi, ularning ovqatlanishi ustidan nazorat o'rnatilmagani, hatto tegishli diplom va tavsiyaga ega bo'lmagan shaxslar ham operatsiyada qatnashayotgani haqidagi xabarlar, bu joyda Kokosh kabi boshqa bemorlar ham operatsiyadan keyin og'ir ahvolga tushib qolgani haqidagi gap-so'zlar bu vaziyatda kim haq yoki nohaqligini ko'rsatib turibdi. Kimsan kimga kelyapsan deyish yo'q bo'pti. Shunaqa ekan. Samimiy bilan Alloh shifo bersin sizga endi. Boshqa mani gapim yo'q, boshqa umidam yo'q menimcha. Setdan salom chiqib ketsam bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'lasiz. Ketsam bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'lasiz. Xudo xolasa. Tushuntirmayapti, o'zicha aqllilik qoldi, lekin bu o'zi men qatori odam bu. Hozir mana siz mana shu vrach formasiga qarab, siz hozir sizda ayb yo'q aka. Men просто bu bolani tafsillar beryapman. Vrach formasida sizga aytayapti, ochishga haqqingiz yo'q deb buyruq berishga haqqi bo'lyapti. Yo'q, ochishga haqqingiz o'zingizlar bilasizlar dedingiz. Hozir videoda hammasi turibdi. Lekin siz bunga haqqingiz, siz mendek odamsiz. Sizni bitta dokumentingiz ham yo'qligini bildimmi? Siz institut o'qiyotgan odamsiz. Sizni даже operatsionniyga kirishga qonuniy hech narsa hujjatingiz yo'q. Nimaga siz hozir meni ochtirmaslikka buyruq berasiz? Siz men qatori odamsiz hozir. Umid ham chaqiring. O'sha Umid aka bo'lmasa, mana katta vrachida Umid aka. Qani kesinlar. Ular bo'lmasa, bu yoqda mas'ul kim? Umid akadan boshqa. Yo 100 ta 200 ta doktorga faqat Umid aka bittami doktoringiz sizlar? Shu savolimga mana kim hozir sizdan boshqa mas'ul dokumenti bor doktor menga kirsin bu yoqqa. Davay, o'sha ochtiraman, mana dokumentim bor, ochtiraman deydigan.
Operatsiyagacha bo'lgan davrda Kokosh bilan birga juftlik sifatida ko'rinish berayotgan, birga fayllar olayotgan Abbosxo'ja birdan g'oyib bo'ldi. O'zini boshqa viloyatdaligini bahona qilayotgan bloger aslida Kokosh operatsiya qilingan bu klinikaning ambasadori bo'lib chiqdi. Bu Abbos lak nimaga bu gapirib chiqmayapti desak, bu klinikani ambasadori ekan-ku bu. O'shuncha g'irring demay o'tiribdi ekan, soqqalarini sanab olgan ekanda bu Abbos akamiz. Bilak dugoning, ertadan kechgacha billa video qilarding. Qani odamgarchilik, odamiylik qani? Pulini kechib qo'yib bilan dugoningni tarafini olmaysanmi? Beti yo'q. O'l erkak bo'lmay, o'l sendaqa erkaklar. Ko'rdinglarmi, zamon o'zgarib ketganini? Dugonasi billa shuncha PR qilib berdi bechora Kokosh. Odam o'lib ketadimi, tirik qoladimi? Pulini olib qo'yganda, pul qiziqroqda-chi Kokosh. Birovni bitta hayoti qiziq emas, billa odamlar shunaqa noinsof bo'lib ketgan. Kecha billa mashinalar podarka qilyapman, unaqa qilyapman deb videolar qilib Kokosh og'ir ahvolda qolganda shapet tashab qo'ydi. Господи, konchinney, sen erkakmisan? Yana meni transvestit deysizlar. Erkaklarda insof qaqi ketdi, erkaklik qani? Kechagi janjal vaqtida Kokoshning onasi hushidan ketdi. Qizining ahvolidan qattiq sarosimaga tushib qolgan ona o'zini yo'qotgan. Biroq onaxonga klinikadagi shifokorlar qolib, tashqaridan tez yordam chaqirishga majbur bo'lishgan. Situatsiyasidan keyin hozir mana skori chaqirdik, 02 chaqirdik, qo'rg'illarga yetdik. Onalari qo'rqib ketdi, mazalari bo'lmayapti. Mana dodlaganimizdan keyin bu yerga xodimlar kelib yordam berishyapti. Do этого 5 minut hech kim, necha minut kelmadi hech kim? Necha minut kelmadi maza qilmagandan keyin? Hech kim chaqirmadi, chaqirsa ham kelmadi hech kim. Mana endi kelishyapti. Videoga olish kerak, kamera qilish kerak, keyin bularning xodimlari yordam berar. Ungacha hech kim yordam bermas ekan. Yuradi og'riq yo'qmi? Ha? Ketdim faqat. Grelka bormi? Grelka olib kelinglar, oyog'iga qo'yinglar. Yo'q, oyoq buzyapti-ku. O'sha mana bu hozir, mana bu vrach, juda yaxshi vrach keldi. Qarab, bilmayman, bu klinikada ishlayotgan boshqa vrachlar kelmadi. Yugurib Amit olib chiqdilar. Skorilar kelgan, lekin bularga qaraydigan mana shu medkonsultantga vrachlar, ya'ni dejurniy vrachlari hali ham yo'q. Umid aka deganda umuman yo'q. Mana hali ham ko'koshyapti. Mana skoriy shu yerda o'tirishibdi mana. Vrachlar qochib ketdi deydi. Yo'q, hech qanaqa. Vrachlar umuman yo'q. Odam yo'q. Hozir onalarining mazasi bo'lmay qoldi. Doktor chaqirdik. Hattoki bularda ekstreniy yordam yo'q, skoriydan dorisini olishyapti. Biza hozir qonuniy chora ko'rishni umuman xalqdan so'rab qolamiz va e'tiborli bo'linglar. Sog'liq albatta inson uchun muhim. Bunaqa holatga tushish biza vrach bilan, Turkiyaning vrachi bilan bog'lab berdik. Gaplashdi, Turkiyaning vrachi bizga yuboring dedi, holatni tushuntirdi. Shunga qaramasdan bular boshqa o'yin qilib tashlashdi. Даже davlat vrachini oldiga ham mana kelib, meni qornimni ochib ko'rsatib berishmayapti. Mana 103 ga ham qornim ochib ko'rsatilmayapti. Hech kim yo'q mana doktor. O'sha yarim soatdan ham oshdi kelmayapti hech kim. Даже dejurniy Hammasi qochib ketdi bular. Skoriylar kelganiga уже yarim soat bo'ldi, pashta. Mana hali bitta ham dejurniy vrachlar kelmayapti. Bular kutib turishibdi. Bular bu apparatni ochish uchun, bular tegmanglar degan. Bular guvohligi uchun chaqiryapti, lekin hech kim kelmayapti. Mana biz nechta odam tushib chiqdik, chaqirtirdik. Birontasi hali kelgani yo'q. Yo'qmish, bilishmas ekan. Telefon qilsa, dejurniy hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Qanaqa vrachlar bo'lishi kerak, men bilmayman. Umuman, eshitingda chaqirtirsak ham hech kim kelmayapti. Mana bular уже turibdi. Boydan beri mana narsalarini ochib ko'rishmoqchi, diagnoz qo'yish uchun. Tekinning oshi tatimas deyishadi. Endi Kokosh operatsiyasini Turkiyada davom ettiradi. Bitta iltimosim sizlardan, bu medkonsultant klinikaga boykot e'lon qilib, bu yoqqa kelib hech qachon не только abdominoplastika, liposatsiya, любой operatsiyani qilmanglar. Mana operatsiya qilgan 2002-yil bolaning ustozlari Gulistondan kelgan, dokumenti yo'q bo'lgan insonlar mana operatsiya qilgan, institut o'qigan, operatsiyaga kirishi mumkin emas bo'lgan insonlar operatsiyada shu qo'pol qilib aytganda qassoblik qilgan. O'shaning uchun hech qanaqa даже qo'linglarni привязка qilgani ham bu yoqqa kelmaydi. Boykot e'lon qilishinglarni so'rayman sizlardan. Hammaga rahmat, boringlarga shukr.
Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang.